Bu remen uzilib ketib qolsa 400-500 dollarda qo'yadi. Qo'ydi. Keyin zavod yiqqan motordaqa chiqmasligi mumkin. Hozir ko'rib turgan avtomobil 200 ming kilometr yurgan ekan. Endi ochilyapti hozir. Hozir birinchi nozik joylardan bittasi qarang. Remen titiladi-da. U charm rezina. Moyni ta'sirida titiladi. Mana bu yerda yog'ni kanali bor bu yerda. Qarang, o'sha to'lib bo'lgan. Assalomu alaykum, Rizma avtoservis obunachilari, yaqinlar, qadrdonlar, omonmisizlar. Sizlar ko'rib turgan avtomobil Tracker 2 avtomobili, bilasizlar, bu bo'yicha ko'plab videolar joyladik, Onyx Tracker'ni zubchati remeni bo'yicha. Hozir ko'rib turgan avtomobil 200 ming kilometr yurgan ekan. Endi ochilyapti hozir. Keling, tillo, mana shu usta tillo hozir ochyapti. Buni biz birinchi ochilishligiga dalillar keltiramiz. Hozir Pozxonqordada. Mana. Bitta ko'rsating. Osmondan tushdi mana. Mana hozir ochilyapti. Mana shuni tayini ko'rsating. Mana yonlari ochilgan, metlarni ko'rsating. Zavodskoy gelmetgan. Nima bo'ladi? Endi bu tayini paddonini ochilayotgan zavodskoyni ko'rsating. Buni podrobniy video qilganmiz. Misol uchun ustalar foydalansa bo'ladigan darajada video qilingan. Xatlari qana ochiladi, qana qilinadi, hammasini ma'lumot berganmiz. Mikrofonimiz bitta. Mikrofonimiz bitta. Men tushuntirib o'tib ketay obunachilarimizga. Aka, Sanjoning sog' bo'lsa, xullas qarang. Akamiz 200 ming kilometrda hali almashtirish kerakligini o'ylashmayotgan ekan, rejalashtirishmayotgan ekan. Ya'ni bu sizlar oralarida shunaqalar bor. Ya'ni bu mashinani zubchat remenligini bilmaydiganlar ham bor. Xuddi Gentra Cobalt mingan, unda sep temir bo'ladi. Buni veshniy yetib borgungacha menaman deb o'ylaydigan holatlar. Tugaguncha yetadigan. Endi qarang, 200 ming kilometr hozir qo'ygan moylarini biz noto'g'ri tanlash deb aytyapmiz, tashxis qo'yapmiz. Lekin uni 200 ming kilometr yura olgani malades, zo'r. Endi qarang, hozir birinchi nozik joylardan bittasi qarang. Remen titiladi-da. U charm rezina. Moyni ta'sirida titiladi. Mana bu yerda yog'ni kanali bor bu yerda. Qarang, o'sha to'lib bo'lgan deyarli. Yog' o'tadigan kanalni to'ldirib bo'lgan. To'ldirib bo'lgan mashinasini. Endi shunaqa holatda bu haydaydiganga ham bog'liqda. Akamiz ehtiyotini qilib haydashganga o'xshayapti. Lekin mana shu narsa to'lib bekitib qolgandan keyin bu qizib yog' bora olmay qoladi. Endi borish kerak bo'lgan. Erta motorni ochishga, hattoki motorni almashtirishga ham sababchi bo'ladi. Endi hozir shuni kuzatib tursa, xudo xolasa videoni oxirigacha ochib, o'rnatilib, nimalar qanaqa holatda chiqadi. Yana bitta narsa, biz hali ijtimoiy tarmoqda ham sizlar ham ko'rmanglar, biz o'zimiz ham ko'rmadik. 200 ming kilometr yurgani, menimcha hali ko'rishmadi hech kim. Yo'q, internetga uzilib ketganlarni qo'yishyapti. Esdan chiqib qolib, uzilib ketganlarni qo'yishyapti. Uzilib ketganlar. Uzilib ketgan. Kimdir 230 mingda, kimdir 170 mingda, kimdir 140 mingda, kimdir 120 mingda uzilib ketganlar. Hozir videoda ko'rib turinglar, buni remeni qanaqa holatda chiqadi, sizlarga hammasini ochiq oydin tarzda ko'rsatamiz inshaalloh. Mana isbot uchun yonida kirishkasi zavodskoy. Bu ham almashib ketadi, bu. Bu almashish shart. Mana o'zini zavodskoy hozir birinchi marta yechib, bukib olinadi, boshqa qo'yiladi. Shu hozir foydali video bo'ladi yaqinda. Ichidan chiqadigan zapchastlar ko'ramiz. Trekkerchi 12chilar, bir Trekker 12 olmoqchi bo'lganlar ham bir ko'rib olsa bo'ladi. Bo'ladi. Assalomu alaykum. Zubchat remenda yana bitta og'riqli tomoni bu tormozning vakuum bo'ladi. 70 ming, 80 ming, 65 ming kilometrlarda ochib ko'rdik remenlarni. Remenni holati titilmagan bo'lsa, tormoz vakuumini yechganim yo'q edi. Mana shu mashinamiz 200 ming probegda keldi, mana. Remenni o'shimdek olsangiz, hali uqalanyapti. Chiqalasangiz tepasini. O'shuning uchun ochdik. Mana ochganimizdek bekib qolishiga ozgina muddat qolgan ekan. To'lib bo'lgan deyarli. 200 ming probeg yurgani uchun remen uqalanishni boshlagani uchun ochdik buni. 70 ming, 80 ming kilometrda remenning holati zo'r chiqib qolsa, buni ochishni hojati yo'q. Demak, remen holatdan kelib chiqib ochiladi, ustalarga tavsiya. Keyin motorda ichi mana 200 ming kilometrda hali nagar bosgan yo'q, toza turib kerak ekan bo'lsangiz. Mabodo motorda ichi qorayib ketib, yog'ni vaqtida alishtirmagan bo'lsa ochish kerak. Yoki remenni muddati kelib, uqalanib ketgan bo'lsa, ochib buni obязательно ko'rib qo'yish kerak. Uni bag'ida shart bas. Lekin o'sha ko'ngil xotirjamligi uchun biz aytgan muddatda mana 2200 kilometrda 200 ming kilometrda uqalanishni boshlagani uchun ochdik. Haqiqatda o'sha nagar kelib to'planishni boshlab qolgan. Bekib qolay debdi, hali bekib ulgurgan yo'q 100%. Bekib qolsa oqibat qana bo'ladi buni? Tormoz yaxshi ishlamay qoladi, pedal qattiq bo'lib qoladi.
Keyin noxush ovoz chiqarishi mumkin, buni ichiga yog' o'tmay qolsa, xuddi motor sutug bergandaqa ovoz beradi bu ham. Ovoz chiqaradi. Chiqaradi. Bo'ldi. Yaqinda hozir remenni olinadi, davom etamiz. Mana remen chiqarib oldik. Mana ko'rinayotgan bo'lsa kerak, уже bunday qilsangiz, уже ko'chib ketyapti remen. Ko'rdingizmi? Aha. Уже yorug' trishnalar tushgan. Ichki tomoni ham xuddi shunaqa. Qo'lingizga xuddi haligi zavani ushlagandek, taxtani uqalagandek uqalasangiz chiqib ketyapti remen. Bundan juda ham hushyor bo'lish kerak. Akam 200 ming bo'ldi dollar, qanaqa qilib yuribsiz degandim. Iloji boricha bu mashinalarda remen yog'iga vaqtida qaralsa, xudo xolasa, xizmat qilaveradi. bitta shopirda qaritadi. Qaritaveradi. Yana bitta narsa aka, misol uchun hozir buni uzilib ketsa oqibatlari qanaqa bo'ladi? Shuni ham aytib o'tsam, menimcha yaxshi bo'ladi. Yoki rasvot qanaqa bo'ladi desa ham. Hozirgi kunda endi oddiy qilib hisoblaganingizda bir 2 million, 2,5 millionga borayotgan bo'lsa, bitta remenni Almashtirish, bu remen uzilib ketib qolsa, 400-500 dollarda qo'yadi. qo'ydi. Keyin zavod yiqqan motordaqa chiqmasligi mumkin. Shu tomoni bor. Klapinlarni egadi, ularni boshqatdan protektsiya qilinadi. Bir kun, 2 kun, 3 kun vaqt oladi, ustani vaqtini. Shopirga ham 400-500 dollar ziyon bo'ladi. Ziyon bo'ladi. Ziyon bo'ladi. Endi yana bitta oxirgi savol aka. Bu remenligidan qo'qib mashinani olmaslik kerakmi yo siz aytgandaqa yog'iga nimasiga qarab yursa yaxshi motor bo'ladi? Qanaqa fikr bildirasiz? Mashina tavsiya qilingan yog'ni quyadi, 5000-6000 kilometrda alishtiradi. 90 ming, 100 ming, boring 150 ming kilometrda remenni alishtirsa bunaqa muammosi yo'q motor. Xudo xolasa motor yaxshi, ekonomishni, tezkor, turbinasi bor. Quvvati joyida. Yaxshi motor. Zo'r mashina. O'ylaymanki, video foydali bo'ldi, aqlli. Ustaka, sizga men katta rahmat, joningiz sog' bo'lsin.